Burger yeymizmi, pirojniy, morojniy yeymizmi, shirinlik yeymizmi, har qanday vaziyatda ham oziydi. Fizika qonuni jihatdan. Bizda maqsadimiz tarozida kilogramm yo'qotish emas, tanamizni o'zimizga yoqadigan holatga olib kelish. Tanamizdan o'zimiz qoniqishimiz. Umrida trenirovka qilmagan bola endi уже misol uchun ozish uchun sportga kirgan vaqtda uni tanasi hali ko'p kilokaloriya sarflashga tayyor emas. Sportsmen kursdami? Kursda emasmi? Uni ham roli bor. Chunki kursda degani bunga ligota bor degani. Ya'ni u ko'proq kaloriya sarflay oladi, ko'proq o'sha yegan narsalari muskulga ketishiga yordam beradi. Masalan, kurs. Uni ham hisobga olishimiz kerak. Sulton aka burger yeb olsa bo'ladimi? Agar bu savolga so'zma-so'z javob beradigan bo'lsak, ya'ni burger yeb ham olsa bo'ladimi desaylik, kunlik ratsionimizdagi, demak, kilokaloriyamizni defitsitda ushlasaylik, burger yeymizmi, pirojniy, morojniy yeymizmi, shirinlik yeymizmi, по-любому olsamiz, oziydi. Har qanday vaziyatda ham oziydi. Fizika qonuni jihatdan. Lekin bitta narsani hisobga olishimiz kerak-da. Bizda maqsadimiz tarozida kilogramm yo'qotish emas, tanamizni o'zimizga yoqadigan holatga olib kelish. Tanamizdan o'zimiz qoniqishimiz. O'sha tomondan qaraydigan bo'lsak, yerda mayda detallar juda ham ko'p lekin. O'shani ko'rib chiqamiz hozir. Demak, birinchi navbatda professional sportsmen bilan havaskor bodybuilder yoki sportsmenni ajratib olamiz. Sababi professional sportsmenlar sahnaga forma qilayotgan vaqtda o'zi xohlagan narsasini yeb, defitsitda bo'lsa ham xohlagan narsasini yeb sahnaga sahnabop forma qilishi 99% hollarda вряд ли получится. Qiyin masala. O'shaning uchun hozircha professional sportsmenlar chiqarib turamiz. Hozircha havaskor sportsmenlar haqida gaplashamiz. Havaskor sportsmenlarda ham qanaqasi bor? Birinchi navbatda, masalan, oldin trenirovka qilib yurganmi yoki sportga birinchi marta imенно ozish uchun endi sportni boshlayapti. Uni ham roli bor. Sababi, masalan, oldindan ko'p trenirovka qilib yurgan bo'lsa, vesi balanddir, mayli, pitanaga qaramagan, lekin trenirovka qilib yurgan. Demak, u bolada mishniy korset, muskullarda tonusi kunlik kaloriya sarflash energiya zatrati u bolada ko'proq bo'ladi. Buni hisobga olishimiz kerak. Umrida trenirovka qilmagan bola endi уже misol uchun ozish uchun sportga kirgan vaqtda uni tanasi hali ko'p kilokaloriya sarflashga tayyor emas. Ikkinchi kategoriyani olamiz. Ikkinchi kategoriya bolalarda necha kilo vesdan ozishni boshladi. Masalan, 80 dan 70 ga tushish boshqa narsa, 130 dan 90 ga tushish boshqa narsa. Sababi 80 dan 70 ga muddat kamroq ketadi, shuning hisobiga defitsit kaloriyani kamroq muddatda ushlash kerak bo'ladi. Ya'ni bu psixologik ham oson bo'ladi. Rezultat ham tezroq misol uchun-da. Lekin 130 dan 90 ga tushish uchun bunga muddat uzoqroq ketadi. O'shani hisobiga misol ves tushmagan vaqtda, masalan, vaqt o'tadi, birinchi ves tushadi, vaqt o'tadi, ves tushmaydi. O'sha vaqtda уже harakatni ko'paytirish, trenirovkani ko'paytirishga, kaloriyani yana ham kamaytirishga to'g'ri keladi. Bu psixologik уже qiyinroq bo'ladi. Endi yana keyingi kategoriyamiz bor. Sportsmen kursdami, kursda emasmi? Uni ham roli bor. Chunki kursda degani bunga ligota bor degani. Ya'ni u ko'proq kaloriya sarflay oladi, ko'proq o'sha yegan narsalari muskulga ketishiga yordam beradi. Masalan, kurs. Uni ham hisobga olishimiz kerak. Endi keyingi kategoriyamiz. RPP degan psixologik kasallik bor. Ya'ni расстройство пищевого поведения. Ya'ni masalan shunaqa bemorlar bor, psixologik kasallar bor. Ular bittagina kusok shokoladnimi, pirojniynimi yo burgernimi yesa, уже miyada qanaqadir signal paydo bo'ladi. O'sha kuni yoki уже bir necha kunlar to'xtovsiz yeyishni boshlaydi. O'zini ushlolmaydi. Ular dieta qilgan vaqtda bitta relesga tushib oladi. Relesda ketaveradi. O'sha vaqtda qachondir dietasini buzib qo'yib turib, bitta shokoladchani nimadir yeb qo'ysa, o'sha vaqtda krisha ketadi-da. Ketdi o'sha kuni botadi o'sha narsaga ertalabgacha yeydi, indin ham yeydi kerak bo'lsa. Bunaqalarga burger yeyish mumkin emas. Burger emas, любой o'sha relesdan chiqadigan narsani yeyish mumkin emas. Ularda обычный odamlarday ovqatga bo'lgan, yeyishga bo'lgan munosabatini o'zgartirishga ko'p vaqt kerak bo'ladi. Bu уже qiyinroq holat, qiyinroq случай уже. U boshqacha kategoriya u. Psixiatrlar bilan ishlashga to'g'ri keladi derish kerak bo'lsa. Xo'p, undan keyingisi уже bir kunlik ratsionimizda o'sha defitsit kaloriyadagi yeydigan
kaloriyamizni соотношенияsi KBJni, ya'ni qancha oqsil, yog', uglevod yetgani. Qanchasi toza, qanchasi грязный. Грязный deganimda o'sha burger, pirojnoy, morojnoy o'shanaqa narsalar. Qanchasi? Agar misol uchun 50 ga 20 ga 80 buni hammasi rol o'ynaydi. Katta rol o'ynaydigan narsa. Endi boya aytganimdek, maqsad tarozida kilogramm yo'qotish emas, o'zimizga yoqqan tana tuzilish bo'ladigan bo'lsa, hozir men sizlarga aytaman. Misol uchun tasavvur qiling, siz 100 kilolik sportsmensiz. Kuniga 3000 kilokaloriya sarflaysiz. O'sha uxlashingiz, trenirovka qilishingiz, yeyishingiz, gormonal foningiz, balkim kurs qilarsiz, balkim qilmaysiz. Ну, короче, 3000 kilokaloriya sarflaydi tanasi. Siz 2000 kilokaloriya yeyishni boshladingiz, ya'ni 1000 kilokaloriya defitsit qilishni boshladingiz. Oradan 1-2 oy o'tibdi, ves tushdi. Haqiqatan ves tushadi. Fizika qonuni jihatdan qaraydigan bo'lsak, tarozida kilogrammlar ketadi. 10, может 15 kilodir ketdi. Lekin biokimiya, fiziologiya jihatdan qaraydigan bo'lsak, o'sha 2000 kilokaloriyani tarkibi juda ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni o'sha 2000 kilokaloriyaning ichida qanchasi oqsil, qanchasi yog', qanchasi uglevod. Sababi agar siz yeydigan 2000 kilokaloriyaning ichida asosan yog' bilan uglevod bo'lsa, oqsil kam bo'ladigan bo'lsa, qanchadir muskulingiz, ya'ni ko'proq muskulingiz ketib qolishi ehtimoli katta. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala. O'sha yeydigan 2000 kilokaloriya sostav agar juda ham yomon bo'ladigan bo'lsa, грязный, ya'ni o'sha burger, morojnoy, pirojnoy, shunaqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, siz bu fizika qonuni bo'yicha ozidingiz, no biokimiya, fiziologiya jihatdan qaraydigan bo'lsak, organizmga tushadigan nagruzkasi уже bu yerda boshqacha. Ya'ni ozigani bilan siz yog'ni, muskulni yoki suvni hisobiga qancha ozayotganingiz. Nagruzka deganda nimani aytyapman? Tasavvur qiling, boshingizga misol uchun 1 kilo paxta bilan ursa yoki 1 kilo tosh bilan ursa, qaysi bir qattiq tegadi? Kommentariyada yozib qoldiringlar, o'sha savolga javob. Xuddi o'shanaqa organizmga ham nagruzka tushadi. 2000 kilokaloriya 1000 defitsit bo'lgani bilan o'sha 2000 kilokaloriya organizmga misol uchun fizika jihatdan ozdirgani bilan tushadigan nagruzkasi toshdek bo'lishi mumkin. Agar siz u narsani toza yesangiz, paxtadek bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu yerda kaloriyadan tashqari yeydigan ovqatingizda o'sha oqsil, yog', uglevodni miqdori ham katta rol o'ynaydi. Asosiy rolni o'ynaydi desam ham bo'ladi. Demak, o'shaning uchun ves tashlayotgan vaqtda albatta oqsil, yog', uglevod balansiga siz yeydigan narsa to'g'ri kelishi kerak. Пожалуйста, burger yeng, пожалуйста, shirinlik, banan, любой narsa yeyishingiz mumkin. No, harakat qilish kerak maksimalni, masalan 80-70% toza, 20-30% грязный. O'sha 20-30% ham sizda oqsil, yog', uglevodga to'g'ri kelishi kerak. O'sha misol uchun 20-30% hozir yog'ingizdan chiqib ketsa yoki uglevoddan chiqib ketadigan bo'lsa, kaloriyani o'ziga to'g'ri kelish yetmaydi. Masalan 2000 yeyapman-ku, vesim tushyapti-ku debdi, любой narsani yeyishni o'zi yetmaydi. 2000 kilokaloriya bo'lgani bilan o'sha oqsil, yog', uglevodni miqdori ham to'g'ri kelishi kerak. Uni miqdoridan tashqari uni sifatida ham roli bor. Xo'p, endi professional sportsmenlar haqida nima deyishimiz mumkin? Professionallar doim kursda yuradi. Ularda musobaqa sezoni bor. 1 yilda masalan 2 ta, 5 ta har xillari bor. Har xil musobaqa 1 yilda nechtadir musobaqaga chiqadi. O'shandan kelib chiqadigan bo'lsak, sahnaga chiqish uchun любой narsani yeb defitsitda bo'lsa ham chiqish qiyin masala. Sababi kam yesa ham, lekin грязный yegan vaqtda o'sha pripravani, lishniy natriyni, lishniy bunaqangi monosaxarid hisobiga tanada lishniy suv ishlaydi. O'shaning hisobiga tanadagi boyagi tana tuzilishini kачествоsi buziladi. Sahnaga уже yaramay qoladi. To'g'ri, podvodka qilgan vaqtda boshida kam yeb turib, o'sha kuni yeydigan narsasi bor. O'zini nyuanslari bor, o'sha sahnaga chiqishdan oldingi nyuanslari bor. Lekin обычный har kuni burger yeb sahnaga chiqish qiyin masala. Professional sportsmenlar. Lekin genetikasi bazorat qiladiganlar bor. Misol uchun nima yesa ham bir tomchi jir yig'maydiganlar bor. Ularga mumkindir, lekin unaqalar 1% dan tashkil qilmaydi. Unaqalar masalan Xudo bergan genetikasi borlar bor, lekin ularni misol qilish u noto'g'ri bo'ladi. Chunki asosiy aholi unaqa emas baribir. Naturalniy tana bilan boya kurs qilib turib chiqayotganlar bor tirik. Bodybuilderlar naturalniy o'zida chiqayotganlar bor. Farqi yo'q. Naturalniy bo'lsa ham, kurs qilsa ham, naturalniyda yana ham qiyin bo'ladi. Naturalniyda professional
sportsmenlarga, ya'ni kurs qiladigan sportsmenlarga nisbatan naturalniy bodybuildingda yana ham qiyin bo'ladi. Unda maleyshi, короче, kichkinagina noto'g'ri harakat formani buzib qo'yadi. Kursda baribir steroidlar ko'proq imkoniyat beradi. Ko'proq muskulni saqlaydi va ozgina buzsa ham, boshqa qilsa ham. Naturalniyda kursga nisbatan yana ham qiyinroq. Ancha dash. Shunday qilib umumiy olib qaraganda burger yeb olsa bo'ladi. Umumiy olib qaraganda burger yeb olsa bo'ladi. Обычный hayot uchun, ko'cha-kuyda o'zi uchun, sog'ligi uchun, chiroyli figura uchun bo'ladi, lekin o'shanda ham ves ratsion emas. O'shanda ham 100% kunlik ratsionni burger, pirojni, marojniy bilan bo'lmaydi. Baribir ham 50-80% ni toza yeb, qolgani gryazny yesa, oz yedi, organizmdagi tushadigan nagruzkasida hammasi yaxshi bo'ladi. Sog'ligi uchun ham, endokrin sistema uchun ham, vitaminlar yetishmovchiligi uchun ham, короче, hammasi uchun. Faqat burger yeb emas, конечно. Balans ushlagan holda. Havaskor sportsmenlar, agar misol siz asosiy rejimda, ya'ni uyquni, trenirovkani, pitaniyangizni asosiy qismini toza yesangiz, qolgan haftada 1-2 marta burger yesangiz, yoki kuniga ham 10-20% ni gryazny, pirojni, marojniy yesangiz ham formada misol uchun kuchli yo'qotish bo'lmaydi. Обычный hayot uchun spokойniy yesa bo'ladi. Buni xavotir oladigan joyi yo'q. Hozir burger bilan ozish temasiga vrach sifatida meditsinskiy tomondan maksimal yordam berishga harakat qildim. Agar sizlarda mana shunaqangi qiyin, debatga sabab bo'ladigan, ikkilantiradigan savollar bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiringlar. O'sha narsani eng qiziqlarini ko'rib chiqib, o'shanga o'sha meditsina tomondan, fan tomondan o'sha narsaga yordam berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni unutmang, qo'ng'iroqchani bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu kanalda siz uchun faqatgina meditsina tomonidan foydali ma'lumotlar beriladi. Bu videoni burger yeyishdan qo'rqadigan do'stlarga yuborib qo'ying. Faqat o'sha burgerni ko'p yubormang, chunki vrach bo'lsangiz ham sevib kesishingiz mumkin.